Perde satıdığancı boyacağım vallahi ya qaranglar. Mavo perdeni setyapti hozir. Perde setyapti. Nechinchi kunchi boringizda? Hayotingizniki qarang, erib ketdim. Men qo'zg'alab ketdim. Qo'zg'aldi. Hozir 2 soat 3 minut. 280 koynama asliq chiqarib beramiz. Sizlar nima so'rashyapsizlar? Imkaslarni gezyapman. Ko'pincha odamlar deydi, nurg'un narsa sotib olmaydi deb. Amaliyot bo'ladi. Mana burning tunji kuni. Bu menga, Jon Xomenga bizningki Xotandan chiqqan o'quvchi. Naq maydonda tunji kunisi nomer qo'zg'atishni yana men g'ayrat qila olaman. Qaysi biri bir aylan bor, mendan boshqa bir aylan bor. Dars o'tayotgan qilmaysizlar. Naq maydonda o'quvchilar nomerni qo'zg'atib bera oladigan. Lekin ko'pinchalar naq maydon nomer qo'zg'atishni asosan degidek qilib bermaydi ko'pchilik. Chunki ba'zi nomerlarni bo'ladi, ba'zini bo'lmaydi. Lekin biz hech kim setib boqmagan, boshqalar tashlab qo'yadigan narsani qanday qilamiz? Mishada qo'zg'atamiz degan ko'pchilik bizniki amaliy mas'uliyat mana o'xshash. Chixon nomer qo'zg'atishni so'zlab qo'ymaymiz, naq maydonni qo'zg'atamiz. Okey? Kelar qatamliq darsimiz 7-oyning 10-i, faqat 7-oyda birlik etdim. Bir ay saqlab qolasizlar bo'lmasa, ayrim gaplar.